Keling, Murakami haqida gaplashamiz. Tun zulmati ortida kitobidan boshlamoqchiman. Bu kitobiga 10 dan 5 baho bergan bo'lardim. To'g'risi, Murakami uchun juda ham bo'sh. Mari ismli qizning tunda kafeda o'tirganini ko'ramiz va uning oldiga bir bola keladi va aynan shu narsa bilan Murakami stilidagi magic realizm boshlanib ketadi. Mening ilk o'qigan kitobim Murakamidan bu Norvejskiy leseni, Norveg o'rmoni bo'lgan. Bu 2018-yilda edi. Aynan dekabr oyi shunchaki muhabbat sodir bo'lgan o'rtamizda. Bu kitobdagi melanxoliya, Midori, Naoko o'rtasidagi munosabatlar, ularning fikrlashlari, Naokoning hayoti, uning talabalik paytidagi gapirib bergan hikoyalar. Murakamining Kafka na plyajı kitobini sotib oldim. Bu kitobni biz kitoblarga mehr qo'ygan bir bolani uchratishimiz mumkin. Albattaki bu kitobda ham magic realizm bor. Murakamining Xroniki zavodnoy petitsi kitobi. Bu yerda 30 yashar Toru Akadaning ishdan bo'shashi va undan xotini hamda mushugi yo'qolishi voqealarini ko'ramiz. Barchasi, ya'ni Murakamining boya aytib o'tgandek magic realizmi aynan shu yerdan boshlanadi. Bu kitobi boshqa kitoblardan butkul farq qiladi. Bu yerda biz Ikkinchi jahon urushi, Manjuriya voqealari, Manjuriya Yaponiya voqealarini ko'rishimiz mumkin. Murakamidan siz qaysi asarlarni o'qigansiz, qaysi asarlarni o'qishni istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.